Assalomu alaykum hurmatli fermerlarimiz, dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz. 2026-yil uchun tarvuzlarni eng super, eng sifatlisini olib keldik. Bu tarvuzlarimiz 2026-yilda inshaalloh chempionlari bo'ladi. Buni sababini aytib o'tib ketaylik. Buni 2025-yil o'zimiz ekib, sinovlardan o'tkazdik. Bular O'zbekistonni har bir viloyatlarda sinovlardan o'tdi. Bularni palaga, kasallanmashi, palay yirik bo'lishi va poyani o'zi qalinligi hamma navlardan ajralib turadigan holatda bo'ldi. Va shunchalik darajada 22 kilogacha tarvuzlarimiz palayni ichida ko'rinmay qoldi. Palayni borib qaraganimizda xuddi palay bordek, lekin tarvuz yo'q. Ichini ochsak 22 kilogacha tarvuzlar bo'ldi. Ana o'sha gibridlarni, o'sha sortlarni inshaalloh 2026-yilga sizlar uchun olib keldik. Shu sortlarimizdan qisqacha tanishtirib o'tib ketamiz. Bu Genetic Seeds firmani Manchester degan navi, Grow firmani Atlas degan navlari, Avalon firmani Avo prodyuseri, Avalon firmani Super bombasi va Edena firmani Gigant tarvuzlari va Aurus firmani Avo prodyuserlari, yana Genetic Seeds firmani Baron, Grow firmani Big Boss navlari va gibridlarimiz bo'yicha ham juda bir zo'r gibridlar olib kirdik. Bular Karistan bilan nima deydi, olisha oladigan darajadagi gibridlar. Bu Avalon kompaniyani Strong degan gibridi va Genoma kompaniyani Imperator degan gibridi va Leon Seeds kompaniyani hammaga hozirgi paytda taniqli Shinerock degan gibridi. Shu gibridlarni O'zbekistonga olib kirdik va yana bitta narsani eslatib o'tamiz. Gibridlarimiz bo'yicha yana bizda 4 xil, 5 xil gibridlar inshaalloh mana shu oxiriga kirib kelish kerak. Endi bu gibridda Sardor Bey buni bir kalibrovkasini qo'lingizga to'kildi. Sortlarimizni bir kalibrovkasini ko'rsating. Hamma sortlarimiz bir xil kalibrovkada, mana bir xil sifat, bir xil go'zallik. O'shaning uchun xudo xolasa bu tarvuzlarimizni ekkaninglarda kalibrovka bir xil bo'lishi nimaga taalluqli? Tarvuzimiz ekilganda bir xil paytda chiqadi va bir xil standartda hosil beradi. Va palay bir xil standartda yurib, bir xil yo'q oladi. O'shanda inshaalloh yo'qotish juda ham kam bo'ladi. O'shaning uchun kalibrovkalariga ham juda qattiq ahamiyat berganmiz. Bu sort va gibridlarimiz bizda Qo'yliq dehqon bozorida 43-do'kon, 201-do'kondan olib xarid qilsanglar bo'ladi. 43-do'konda bizda mana Abduhamid o'zimni jiyanim o'tiradi va mana yoshligimdan o'g'aynim 201-do'konda Sardor Bey o'tiradi. Shulardan kelib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi va kerak bo'ladigan agrotexnik tushunchalarini, tadbirlarini qo'ldan kelgancha bizani xodimlarimiz yordam berishadi va bizani o'zimizni ekran ortida turgan o'zimizni operator ukamiz, bizani shogirdimiz To'lqinbey o'zlari ham 43-do'konda bo'ladilar va bularga aytsanglar agrotexnikalarni ham sizlarga chiqarib beradilar. Biz o'zimiz tuzib chiqqan agrotexnikalarimiz bor, o'shalarni chiqarib beradilar va sizlarni hosil olguninglarcha sizlar bilan aloqalashib turib, kontakt alishib olamiz, nomer alishib olamiz. Aloqalashib turib, sizlarni hosilinglarni sifatli darajada olishinglarda o'zimizni qanaqadir hissamizni qo'shsak, biz xursand bo'lamiz. O'shaning uchun imkon darajasida birga ishlashga harakat qilaylik va natijalarni inshaalloh zo'r olamiz xudo xolasa. Va yana bir narsani eslatib o'tamiz. Xudo xolasa Genetic Seeds kompaniyasi juda ham sifatli urug'larni butun dunyo bo'yicha izlab va katta seleksionerlar bilan gaplashib, sizlarga faqat yaxshi urug' yetkazib berishda harakatda. Bundan biz inshaalloh hali beri to'xtamaymiz. Sizlar kelinglar, xarid qilinglar, baraka topinglar. Inshaalloh tushunmagan, yo'q qiynalgan savol javobinglar bo'lsa, kelsanglar, qo'ldan kelgancha biz hal qilib beramiz. Bizlar gruppamiz bilan, bizlar jamoamiz bilan sizlarga yordam berishga xursandmiz. Sizlarga rahmat. Genetic Seeds sizlar bilan birga. Rahmat.